Hurmatli kuzatuvchilar, mana piyoz qovurildi. Endi men bunga pomidorni aralashtiraman. Qirg'ichdan o'tkarilgan pomidorni mana. Kartoshkalarni ham. Mana qizlarjon. Mana. Endi dolmalarni tersak bo'ladi, meni qadrli kuzatuvchilarim. Mana karamdan tayyorlangan dolmalarni avval teramiz. Qizlarjon, hurmatli meni kuzatuvchilarim. Karamdan tayyorlangan ovqatlar juda ham organizm uchun foydali. Sizlarga ham tayyorlashni tavsiya qilaman, hurmatli meni kuzatuvchilarim. Menga like bosib qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun ming marta tashakkur, hurmatli meni kuzatuvchilarim. Endi bulg'ur qalampirdan tayyorlangan dolmalarni karamlarni ustidan joylaymiz, hurmatli meni kuzatuvchilarim. Endi ustidan toza suv qo'yamiz. Mana, endi bu 40 minut davomida pishadi.